Bugun sizlarga o'zim ham uydagilarim shunchalik yaxshi turib yeydigan qo'rg'i pechinining qilish usulini olib keldim. Bu pranikning ichi mushnudek liqqida qiymaliq, shunchalik tamlika. Dasturxon tizsanglarmi shunda chiroyli chiqadi. Amsi boshlab ketdik. Ketarlik materiallarni ekran ustiga chiqarib qo'ydim. Avval pokiz desimizning ustiga unni, seriq mayni, soda, poda, nayshanfallarimizni selib mushnudek aralashtirib talqon oldiga ekib olamiz. Yaxshi aralashtirib bo'lgandan keyin ustiga qitiqimiz bilan 2 tal tuxumimizni chiqib, mujib xamir oldiga kaycha xamir jug'irib olsak bo'ldi. Bak chaylab jug'irib etishinglar ajatsiz mushnudek aralashtirib qo'yiblam uni tukkanda qo'yib tindirib qo'ysanglar bo'ldi 10 minut atrofida. Endi qiymasini tayyorlaymiz. To'g'ri olgan yong'oq, uzum, uningga men azroq pranikning o'qini savatdim, texim yeyishlik bo'ldi. Ustiga irisimizni selib, mana mushalat kaycha aralashtirib qiymasini tayyor qilib olamiz. Undan keyin xamirimizni 20 gram atrofida mushunchalik cho'nliqda uzib, uzunliqqa tayyor qilsak bo'ldi. Zo'liq bo'lgandan keyin xamirimizni bir taldan mushnudek ichib, o'ttirni mushnudek kesib tayyor qilamiz. Endi qiymasini mushnudek ratlik tizib olgandan keyin pranikni yo'gab, qo'linglarni yengil qilib yo'gab olsanglar bo'ldi. Undan keyin pranikning ikki tarafini mushnudek nipizlitib ushli qalatga egib olamiz. Endi pranikimizning usti tarafini mushnudek shakarga besib olamiz. Shakar bosgan tarafini usti tarafga qaratib, liski mushnudek azroq egim qilib tizib olsak bo'ldi. Mana mushalatda tizib olib, ast usti 180 gradusda qizilgan duxovkamizga selib 20 minut atrofida pishirib olamiz. Usti azroq qizargacha pishirib olsanglar bo'ldi. Mana mushalatda pishib chiqdi. Shunchalik chiroyli bu pranikmi. Amsa yurak berib meni qo'shib olishni unutmanglar. Xayr xo'sh.